Hürmetli kitap anlıqçılar, huzurunlarda 1984 namlıq romanның davamı. 8. bab. Tar koçanın tördeki bir yerden qayıntılğan haqiqiy qahvaның. Zafar qahvasi emas, haqiqiy qahvaның hidi asta-asta koçaga taraldı. Winston ixtiyarsız to'xtadi. U shu 2 sekundning ichida yerim unutilib ketgan balliq dunyosiga qaytib qolgandek bo'ldi. Ondan bir eshik jalaqqida etildi-da, qahva hidimi ovozdakla uzilib qoldi. U piyodalar yo'lida bir necha kilometr yo'l yurdi. O'shqidagi yarsi lo'qildab og'riyotdi. Yaqinqi 3 hafta ichida bu uning ikkinchi qitim ommaviy faoliyat markaziga bormasligi. Bu bir yengiltaklik edi. Kesib aytish kerakki, cho'qim birov sizning kelgan kamliginingizning sonini astoydillik bilan ilib turadi. Prinsip jihatdan aytganda, odatda partiya a'zosining bekor vaqti bo'lmaydi. Faqat uxlagandala yolg'iz qoladi. Partiya a'zolari xizmat, tamoq, uyqudan sirt vaqtlarda ba'zi ommaviy ko'ngil etish faoliyatlariga qatnashish kerak deb qaraladi. Yolg'izlikni xohlab qolganligini bildiradigan har qanday ish, hatto yolg'iz piyoda minishmi sal xatarlik hisoblanadi. Bu yangi tilda o'z hayot degan maxsus ibora bilan ifodalanadigan bo'lib, bu so'z shaxsiyatchilik, o'z markazchilik degan ma'nolarni bildiradi. Biroq bugun kech u ministerlikdan chiqqanda aprel shamolining hidi uni jalb qilib oldi. Bugun osmon bu yilning boshqa chog'lardagidan suzuk va illiq edi. To'satdilla faoliyat markazidagi uzun, shovqinli kecha zerikishlik. Odamni hordirib etadigan musobaqa. Leksiyalar, aroq bilan tutib turilgan yo'ldoshlik munosabati qatorliqlar Winstonga ajoyib, chidog'siz, mazasiz tuyuldi. U avtobus bekatidan shattada ayrilib, Londonning sirliq o'rdidagi ko'chalariga kirib ketdi. Avval shimolga, ondan sharqqa, ondan janubga burildi. Ondan qaysi tarafga mengayotgani bilan kori yo'q holda o'zini qadamining mayliga qo'yibdi. Agar umid bor deyilsa, xotirasiga shundoq yozgan edi u proletarlarda. Winston yana shu so'zni o'ylab qoldi. Bu so'z bir sirliq haqiqatning, shundoqla bir uchuq sapsatining bayoni edi. U hozir ilgirki San Pankras bekatining sharq shimoliga o'tib keladigan yerdagi bir qo'ng'ir ranglik Namratlar mahallasi edi. U yoypang toshlar yeyitilgan ko'chada mengayotdi. Yo'lning ikki qismiga ishiklari ag'ir-maymoq bo'lib ketgan 2 qavatlik pakar uylar bilan to'shqan bo'lib, kishiga chashqan ko'tkidakla ta'sirot beradi. Ko'chaning uya bu yeriga paskini suvlar yig'ilib, ko'lchak hosil qilgan edi. Bu shundoqla ikki yonga so'zilib kirib ketgan kichik ko'chalarga sanjoq odam, lavlarini qiniq lavsuruqda bo'yvagan yosh qizlar, qizlarni qo'g'layotgan yigitlar. Bu qizlarningmi 10 yildan keyin qandoq bo'lib qolganini ko'z tutib qo'ydigandek ig'anglab ketayotgan to'pdak semiz ayollar. Aran daldugunib mengayotgan qiyirlar, ko'lchaklarda yalangoyoq o'ynayotgan bolalar to'lib ketgan edi. Balalar onalari ochiqlab to'lisa darhol qochib ketadi. Ko'chadagi 4dan 1 qism darizning aynik cheqiq, qolganlari taxtayda etib qo'yilgan edi. Ko'pincha odam Winstonga diqqat qilmadi. Faqat bir qanchaylalla ehtiyot va qiziqish aralash qarab qo'ydi. Partoq tortib olgan, qo'llarini qo'shtirib olgan yo'g'on 2 ayol eshik oldida paranglashib turadi. Winston ularning oldidan o'tayotganda ba'zi paranglari uning quloqiga kirib qoldi. Shundoq, men uningga deyman, nayt obdan bo'pti. Agar sen mening o'rnimda bo'lgan bo'lsang, senmi mendek qilgan bo'larding. Men deyman, odamni tanqidlamak oson, ammo mening masalam seninkiga o'xshamaydi. Hey, dedi yana biri. Masala dal mushu yerda. Bu quloqni yeydigan ovozlar tuyuqsiz to'xtab qoldi.
Winston o'tib ketayotganda ayol uningga dushmanlik bilan sap soldi. To'g'risini deganda, buni dushmanlik nazari degili bo'lmaydi. Bu faqat odam tuyuqsiz ba'zi hayvonlarga yo'liqib qolganda paydo bo'ladigan jiddiylashish va ehtiyot edi. Partiyaning ko'k rangli xizmat formasi bundaq ko'chalarda osonlikcha uchrab qolmaydi. Amaliyotdami bundaq yerlarda biror ishi bo'lmasa ko'rinib yurish toza oqilanlik emas edi. Chartlig'uvchilarga uchrab qolsangiz, savol so'roqqa ko'milib ketadingiz. Kinishkangni ko'rib baqaymi? Kinishkangizni ko'rib baqaymi, yo'ldosh? Bu yerda nima ish qilasiz? Soat qanchada ishdan tushgan edingiz? Odatda uyingizga mush yo'ldan qaytamsiz? Albatta, uyga boshqa yo'lda qaytishni cheklaydigan aniq belgilama yo'q. Ammo ideya soqchilari bundaq lag'aylab yurganingizni anglab qolsa, diqqati qo'zg'alib qoladi. Tuyuqsizlar ko'cha patparaq bo'lib ketdi. Taraf-tarafdan ogohlantirib to'g'ligan ovoz kelishga. Kishilar cho'chib ketgan to'shqandek o'zlarini eshiklariga etishga boshladi. Winstonning oldida bir ayol eshikdan etilib chiqib, ko'lchakda o'ynayotgan kichik bir bolani partuqiga o'rabla o'zini yana eshikka otdi. Bu ish ko'zni yumib ochquchila tamomlandi. Shu daqiqaning o'zida garmondak qatnashib ketgan qora kostyumliq bir kishi yondagi bir ko'chadan hozirab hömidab yugurib chiqdi va osmonni ko'zitib: "Dirjabil, paxas bo'ling! Kollimizning ustidala! Tez yetib oling, efendim! Tez yetib oling!" Nima sababdan tang proletarlar raketa bombalarga Dirjabil degan ismni qo'yilishgan edi. Winston darhol yuzichilab o'zini yerga otdi. Proletarlarning bundoq ogohlantirishi doim degidek to'g'ri chiqib qoladi. Garchi raketa ovozdan tez ushsimi, xuddi proletarlarda bir tug'ma iqtidor bordek raketa kelishdan bir qancha sekund burun bilib qoladi. Winston qo'li bilan beshini yo'gib oldi. Bütün kuchini ko'tarib o'tgandek, bütün ko'chini ko'tarib o'tgandek dahshatli bir ovoz bilan tang Winstonning dumbisiga ushshaq bir narsalar po'kildab tushdi. Winston o'rnidan turganda o'zining bir muncha aynak parchalari ostida qolganligini bayqadi. U davomli mangdi. Bomba ko'chaning 200 metrcha bosh tarafidagi bir qancha uyni tuzlab o'tgan edi. Osmonda qop-qora is laylab turadi. Uning ostidagi birdamdala xarobaga aylanib qolgan yerdan quyuq chang to'zon ko'tarilgan. Kishilar shu chang to'zon orasida g'ujmaklashib turadi. Winston kichik yog'och tuvisiga yaqinlashdi. Yog'och parchalari orasida qon izi turadi. Yaqin berib qaradi, u beg'ijidan uzilib ketgan qo'l bo'lib chiqdi. Qon yuqularini hisobga olmaganda, bu qo'l gipsda yasalgandek oppoq bo'lib ketgan edi. Winston bu narsani avraz yo'liga tepib o'tib, yo'lini davomlashtirdi. U kishilar to'pidan o'zini qochirib, yondagi kichik ko'chaga qayrildi. Alahazal 3-4 minut mang'andan keyin u bomba portlagan rayondan yiroqlashdi. Ko'chalardagi bu paskinchilikqa to'lgan turmush yanala hech ish yuz bermagandek davomlashyotdi. Bu soat 20 gacha yaqinlashgan vaqt bo'lib, haraq do'konlari proletarlar buni qavoqxona deb ataydi. Xaridor bilan to'shib ketgan edi. Qavoqxonalarning qasmoq besib ketgan eshiklari to'xtamasdan echilib, yepilib turadi. Ko'cha piva, harit to'zindisi va suydukning purqi aralash seziq hidqa to'lib ketgan edi. Ko'chadagi bir bulungda uchaylan bir-biriga chaplashib turadi. O'tirdagi odam bir parcha gazitni tutib olgan, ikkilan uning mursidan gazitga qarab o'tadi. Winston yaqin kelib, ularning chiroy ifodasini kuzatmay turibla, ularning gazitning ichiga kirib ketganligini sezdi. Ularning xeyli muhim bir xabarni o'qiyotganligi aniq chiqib turadi. Winston ulardan bir qancha qadam yiroqlashmayla, ular to'satdan chuvlashdi va ikkisi bir-biri bilan qattiq munoziralashib ketdi. Ular xuddi hozirda portlab ketadiganday ko'rinadi.
Mening demoqchi bo'lganimni tuzuk anglamamsan avval. O'tgan 14 oydan buyon oxirgi xonasi 7 bilan oxirlashqini utib baxmidi. Yo'q, utqan. Yo'q, utmagan. Men o'tgan 2 yildagi utqan nomerlarning hammasini yozib saqlab qo'ygan. Soatga o'xshashla aniq xotirlab qo'ygan. Sana deb qo'yay, ularning hech qaysisining oxirgi xonasi 7 emas. Yo'q, 7 borimi utib baqqan. Sana kesib deyalayman. Yo 7, yo 4 bilan oxirlashgan biri utib baqqan. O fevralning 2-haftasi-go deyman. Onangni fevralning men hammasini shundaq aniq yozib qo'ygan tursam, oxirgi xonasi yig'sha suvaningni deb vaqirdi 3-odam. Ular loteriya to'g'riliq munozirlashyapti. U 30 metrcha minib bo'lgandan keyin keyniga qaradi. Ular texcha talishayotgan, yuzlari qizirib, tomirlari kuyib ketgan edi. Tomirlari ko'pib ketgan edi. Loteriyada har haftada nurg'un mukofot tarqatilgan bo'lib, bu proletarlar alohida ko'ngil bo'lgan cho'ng ish edi. Milyonlagan proletarlar uchun loteriyani ularning yashashidagi birdan-bir sabab degili bo'lmasa-mu, ularning hayotidagi eng cho'ng ish ekanligi aniq edi. Loteriya ularning xushalliqi, azobi, tasallisi va aqliy faoliyati edi. Loteriyaning gepi chiqsa, tuzuk savati yo'q kishilarmi nihoyat inchik hisoblaydigan, xotirasi favqulodda yaxshi odamlarga o'yinib qoladi. Nurg'un odam faqat loteriyaga munosabatlik maxfiy resept, bishorat, tumor setib jon boqadi. Winstonning loteriya bilan ishi yo'q edi. Loteriyani molchilik ministerligi boshqaradi. Ammo Winston tarqatilgan mukofotlarning ko'pinchisining obrazliq buyumlar ekanligini biladi. Amaliyotda partiya a'zolarining hammasi biladi. Faqat intayin oz sondagi haqiqiy mukofotlar qutqanlarning qo'liga tarqatiladi. Valanki bularmi amaliyotda yo'q odamlar edi. Kishilar orasidagi aloqa to'liq etib etilgan bu davlatda buni bejirish nihoyat oson ish edi. Ammo agar umid bor deyilsa, u proletarlarda. Siz mushningga umid bog'lashingiz kerak edi. Bu gapni yozganda, anglaganda aqlga muvofiq tuyuladi. Ammo ko'ch-ko'ylarda ular bilan uchrashgan chaqlaringizda u bir e'tiqodga aylanadi. U buralgan ko'cha pastga so'zilgan yon yo'l edi. U bu yerga kelib baqqanda tuyg'u kelib qoldi. Uningga yaqin yerda bir cho'ng ko'cha bor edi. Oldi tarafda bir yerdan kishilarning to'lashgan ovozlari anglandi. Bu ko'cha birdilla agildi. Ko'chaning oyog'ida bir tosh palampay bo'lib, u texmi tor va cho'nqur ko'chaga tutishadi. Bu ko'chada bir qancha yoymichi suvlashib ketgan ko'ktatlarni setib Shundala Winston buning qayer ekanligini esiga oldi. Bu cho'ng yo'lga tutishadigan tar ko'cha bo'lib, pastga ozroqli mangsa bir do'qmush uchraydi. Shu yerga 5 minut keldigan yerda bir axlat do'koni bor edi. Winston hozir ishlatayotgan qor xotirasini dal mush yerdan setib olgan edi. Qalamdon va siyohini bo'lsa, uning yaqin yerdagi bir daftar qalam do'konidan setib olgan edi. U ko'chadagi tosh palampayning ustida birdam turdi. Tar ko'chaning udulida darizlari qarmoqqa qirov bog'lab ketganda ko'rindigan, amaliyotda qo'yuq top chang besib ketgan, qorong'u maynat bir qavoq bor edi. Qiyirib, bellari mukchayib ketgan, ammo yurish-turishi chaqqan bir bobay qavoqqa kirib ketdi. Bobayning oppoq, uzun burtlari qisqish paqining qisqishdek ikki tarafga sangilab turadi. Winston tegicha shu yerda qarab turadi. Bovay oz degandimi 80 dan kam emas. Bundaq bo'lganda inqilob boshlangan chog'dala bu bovay allaqachon 30 yosh kirib bo'lgan bo'ladi. Bu bovay va uningga o'xshashlar allaburun yo'qolgan kapitalizm dunyosi bilan hozirgi dunyoni bog'laydigan eng oxirgi zanjir edi. Hozir partiyaning ichidami ideyasi inqilobdan burun yetilib bo'lgan odamlar asosan qolmagan edi. Bu bir avlod mo'ysipitlar 50-60 yillardagi cho'ng tozlashda yo'qtilib bo'lgan.
İntayın osondagi hayot qolganlarimi shu chog'larda ideya, aql jihatda mutlaq taslim bo'lib bo'lgan edi. Bugungi kunda mushu asrning beshidagi turmush ahvoli to'g'riliq haqiqiy bir narsa deb beradigan odam bor deyilsa, u cho'qim proletarlardan chiqadi. To'satdinlar uning kallasiga heliqi tarix darsligidan ko'chirib olgan bir abzas kelib qoldida, vujudini bir xil hayajon chulg'ib oldi. Uning qavoqqa kirib, heliqi bovoy bilan tanishqisi, uningdan balalik hayotingiz haqida so'zlab bering. U chog'larda turmush qandoq edi? Ishlar hozirgidan yaxshimidi yo yomonmidi degandek savollarni so'rag'isi keldi. U bu yerda turaversa, xiyoldan yoltib qilishdan ansirab, oldirabla palampaydan tushdi va ko'chani kesib o'tdi. Bu qip-qizil sarangliq edi. Albatta, proletarlar bilan paranglashishni, ularning qovoqlariga berib turishni ma'ni qiladigan belgilama yo'q. Biroq bundaq ish bir partiya a'zosiga nisbatan normal hisoblanmaydi. Ko'z quloqdan saqlanish tasidi. Agar chorlug'uchilar uchrab qolsa, u balkim beshim qiyib ketibdi, hoshimni yo'qotibdiman deb bahona ko'rsatishi mumkin. Ammo ular bu gapga ishonib qolmaydi. U qavoqxonning eshigini ittirdi. Intayin sisiq bir xil piva hidi Winstonning burniga guppida urildi. U kirgan zaman varang-churang shoppada pasaydi. U hammalarning uning ko'k rangli partiya formasiga qarayotganligini sezdi. Bir burjakda dart o'ynayotganlarmi yarim minutcha qarishib turib qoldi. Bovay Pukaydagi nayti baslik, bilaklari to'm bir mulozim yigit bilan bir nimalarni talash-tatish qilishayotdi. Istakanlarini ko'tarishayotgan bir munchaylan bo'lsa, bu manzaraga qarab turadi. Men to'limi sipoyilik bilan so'radim. Shundaqmi? Shundaqdi? Dedi bovay maydasini tiklab. Ammo sen bu abga qavoqingda bir pinitlik istakan yo'q deyapsan. Zodi nima u pinit degining? Dedi u mulozim barmoqlarida Pukayga tayinib. Badanini oldiga qiysatgan holda. Qaranglar buningga. Pinitni bilmay turibdi, o'zini qavoq mulozimi deb yurginni. Bir pinit yerim kvart. 4 kvart bo'lsa, bir gallonga tang bo'ladi. Buningda kelar qitim savodingni chiqarib qo'yay. Anglab baxmabdi ekanman, dedi yigit qisqala. Biz faqat 1 litr, yarim litr deb hisoblaymiz. Oldingdagi ishkopda istakan bor. Men bir pinitli ichiman zodi, deb to'lidi buvay. Men bir pinitli ichiman zodi, deb turib oldi buvay. To'la gap o'ynatma. Biz yosh chog'larda litr deganingni ishlatmaydik. Sen yosh chog'da biz daraxtning uchida yashaydik, dedi mulozim atrofidagilarga qarab qo'yib. Kishilar paraqqa kulishib ketdi. Winston kirgan chog'dagi o'ng'aysiz kayfiyatmi yo'qib ketgandek bo'ldi. Buvayning oq yuzlari qizirib ketgan edi. U o'ziga bir nimalarni g'o'tildig'icha burildi-da, Winstonga so'qilib ketdi. Winston sipoyilik bilan uning belkini tutib oldi. "Men mehmon qilaymi?" dedi Winston. "Siz bir efendim," dedi buvay qaddini qaytadan roslab. U Winstonning kiyimiga diqqat qilmagandek qiladi. "Bir pint," deb qo'shib qo'ydi. U mulozimga olib qo'yib. "Bir pint gazli qaraq." Mulozim chapdastlik bilan qilin aynak stakanni Pukayning ostidagi chilak suyida chayqabla, qo'ng'ir rang pividan 2,5 litr qo'ydi. Proletarlarning qavoqlarida faqat pivnila topalaytdingiz. Ular archa harqa ishmaydi. Ammo ichay desa o'ng'ayli topalaydi. Dart o'yini yana qizib ketdi. Kishilar yana o'zlarining lotoriya haqidagi paranglarga tushib ketdi. Winstonning bu yerda borligi birdamdala unutilib ketdi.
Dərəzinin altında bir yağış üstəl var idi. Ular o yerdə başqalarının tınşap qilishini ənsirməy paranglışatdı. Paranglışalaydı. Bu bək xətərlik təvəkkülçilik idi. Şundaqdımı Winston kiribla bu yerdə ekran yo'qligini bilgəşkə biraz xotirjam idi. Texi, penetning gapini qilma deyatıdı, dedi buvay o'tirg'ash. Buvay texicha qaqshavatadi. Yerim litr bekla az. Xumar besiqmaydi. 1 litr bekjiq. To'la siydirib bekor qilib o'tadi. Bahasının qimmatli jo texi. Yoshliqingizdan hozirgacha nurg'un cho'ng o'zgarishlarni ko'rgansiz, deb so'radi Winston tomir tutib. Bovayning nursiz ko'k ko'zlari xuddi mushu qavoqning ichidan bir o'zgarish izlayotgandek. Avval dart o'ynayotganlardan pukayga, ondan erlar hojatxonasining ishiga yo'tkaldi. Piva hozirqidan yaxshi edi, dedi u oxiri. Hem erzanti. Yaş çığımda spırt töven pivinin. Biz uçağda gazlık arak deyttik. Bir pinti töt penis kiletti. Bu uruştun burun şundaktı elbette. Qaysı uruş? Dep so'radi Winston. Uruş ezelden to'xtab bakmagan tursa, dedi bovay tushuniksizla. O stakanını qo'liga ilib, gavdasini yana tikildi va salomatligingizning yaxshi bo'lishini tilayman, dedi. Uning ushliq bug'dayki osti ustiga tez-tez o'rlab pastlashga boshladi. Uning stakani quruqdalgan edi. Winston pukayga berib, yana 2,5 litrlik 2 stakan piva akeldi. Bovay liq 1 litr ichsa, to'la sevgisi kelib qoldiganligini unutib ketganda qiladi. Siz yoshda mendan bakla cho'ng, dedi Winston. Siz cho'qim men tug'ilishdan burunla burun o'tir yosh kirib bo'lgan. Siz inqilobdan burunqi chaqlarning qandaqligini eslayolmaysiz? Eslayolmaysiz. Men demakliklardan hech qaysimiz u çağlar haqida bir nima bilmaydi ekanmiz. U çağlar to'g'riliq biz faqat kitoblarda o'qiganini bilamiz. Balkim kitoblardagisi bak to'g'ri bo'lmasligi mumkin. Mening sizning qarashlaringizni anglab baqqim bor. Tarix kitoblarida aytilishicha, inqilobdan burunqi hayot hozirqiga qat'iy o'xshamaydi ekan. U çağlardagi zulm, adolatsizlik, namratlıqni tasavvur qilib bo'lmaydi ekan. Mushu Londondagi mutlaq ko'p qism xalq tug'ilgandan o'lguncha qo'rsqi to'yg'idak yemak ishmakka erishamay o'tadi ekan. 20dan ko'pining putiga kigidak o'tkimi yo'q ekan. Ular har kuni 12 soat ishlaydi ekan. Maktabdan soat 9da qaytadi ekan. 10 odam bir uyda yotadi ekan. Shuning bilan birga yana nayta ozsanda kapitalistlar deb ataladigan bir turkum kishilar bor ekan. Ular intayin boy va kuchli ekan. Hamma narsa shularning ekan. Ular nayta hashamatlik, cho'ng uylarda turdi ekan. 30-40 chaqir bor ekan. Sirtqa chiqqanda motorliq mashinalari va 4 otliq paytonda o'tirdi ekan. Şampan ichidi ekan. Egiz qalpoqlarni kiydi ekan. Bovay birdinla ichilib ketdi. Egiz qalpoqlar, dedi u. Bak qiziq. Texib tunugunla mushu egiz qalpoqlarni o'ylab qolgan edim. Nemish qiliqini bilmayman. Buni ko'rib baxmig'ili necha yillar bo'pti ekan. Rostla, bak uzun bo'p ketibdi. Esimda qilishcha eng oxirgi qatim bu qalpoqni yangamning motimida kiyib ekanman. Zodi aniq vaqt cheslasini deb berolmayman. Ammo cho'qim 50 yillar ilgirki ish. Albatta, buni maxsus ashundaq alohida so'rovlar uchun oriyatga oladigan gap.
Buni bilsiz, Ақчан. Qalpoqning gapi muhim emas, dedi Winston savirchanlik bilan. Bu yerda muhimi bu kapitalistlar va shularga tayinib jon boqadigan oz sondagi advokat va poplarninglar ilkida yer bor ekan. Hamma narsa shularning manfaati uchunla xizmat qiladi ekan. Siz va boshqa sizdek odatdagi odamlar va ishchilar ularning quldiri ekan. Ular sizlarni qanday xolisa shunday qiladi ekan. Sizlarni xuddi qala qo'ylarni to'shigandek Kanadaga yo'tkaydi ekan. Xolisa sizlarni 9 tillik qamchilarda savaydi ekan. Ular yininglardan o'tganda beshinglardagi qalpoqlarni qo'llaringlarga ilib turishinglar kerak ekan. Hamma kapitalist yanida bir to'p yaloqchilarni ilib yuridi ekan. Bu yaloqchilar buvay yana ichilib ketdi. Yaloqchilar, dedi buvay. Bu gapni anglab baxmag'ili, bakli uzun bo'pti. Bu gap doim meni ilgirki zamonlarga ilib ketidi. Rastlı shundoq. Men ba'zida yakshanba tushdan keyin Voyit bog'chisiga kishilarning nutqini anglag'ili boratdim. Ular qutqazuvchi qo'shin, Rum katoliklari, Yahudilar, Hindilar to'g'riliq so'zlaydi. U yerda bir ablah bordi. Hozir ismini esleyemmedim. Ammo bakli yomon notiq edi. U ularni qilchilik yuz xotir qilmay tillaydi. Yaloqchilar, burjuaziyaning yaloqchilari, hukmron sinfning g'olchilari, parazitlar. Bu ularning yana bir nomi edi. Yana ularni chilböre deb tillagan edi. Cho'qim shundoq tillagan o deyman. Albatta, bilasiz, o ishchilar partiyasini demakchi. Buvay so'ramaganiga javob qilib etdi. Mening bilmoqchi bo'lganim, dedi Winston. Siz u vaqtlarga solishtirganda hozir biz bakrak erkin deb his qilamsiz? Hozir haqiqiy odamdek muomalaga erishyapman deb qaramsiz? Kon zamonlarda boy, yuqori tabaqadagi odamlar oqso'ngaklar, dedi buvay gap qistirib. Shundoq desakmi bo'ladi. Mening so'rayotganim, bu kishilar faqat o'zlarining boy, sizlarning nomrod ekanliginglar uchunla sizlarni o'zlaridan tuvan ko'ramdi. Masalan, ular bilan uchrashib qolganda, sizlar rostilla qalpoqlarni elib, ularga ehtirom bildirishga majburmidinglar? Buvay o'yiq cho'kib o'tirib ketdi. Javob berishdan burun u pivisini obdalla bir o'tlib etib dedi. Ha, ular sizning qalpoqingizni qo'lingizga elishingizni yoqtiratdi. Bu hurmatni bildiratdi. Men buningga qo'shilmaydim. Ammo menmo bir qancha qitim shunday qilgan. Majbur bo'lgan desingizmi bo'ladi. Men faqat tarix kitoblarida o'qiganlarimni da'vatman, jimo. Ular va ularning qo'lchumoqlari yo'lda manganda sizni rostilla avrazga itirib etamdi. Ularning biri meni bir qitim ishtirib etgan. Xuddi tunugunki ishtakla yodimda. U qo'lvaq musobaqasi o'tkazilgan kunning kashqorini edi. Bundaq kashlarda jidal mojaro to'la bo'ladi. Men Shoxtiburuy ko'chasida bir yosh ablahga so'qilib ketdim. Bu butunlay bir tasodifiylik edi. Qarsam bir esil zot ekan. Ko'ynak, egiz qalpoq, qora palto kiyyapti. Egiz pastasab qoptikan. Ko'zingni ichib mangmamsan, dedi u. Men onangni ko'chini sen setib olganmiding, dedim. O kollangni uzib o'taman, menga gap yondirsang, dedi. Men
Sen mest boп қапсан, sen bilen keyin hesaplaşaman, dedim. Şu çağda o meni tuyuqsız meydamdan ittirib etdi. Men yiqildi yerdeki avtobusning chaqi ostiga yiqilib tushgili tas qoldim. O mening toza yosh chog'larim edi. Menmo toza bir. Winstonning demi ichiga tushib ketdi. Bovayning xotirasi axlat bilan to'shib ketgan edi. Bir kun so'rasimi biror keraklik gap chiqadigandak emas edi. Ma'lum mendan aytganda, balkim partiya yozgan tarix rost bo'lsa kerak, hatto butunlay to'g'ri bo'lishi mumkin edi. U eng oxirida yana bir sinab bakmoqchi bo'ldi. Balkim men obdan tushundirilmagan bo'lishim mumkin. Mening demoqchi bo'lganim mundaq. Siz bakmo uzun yashapsiz. Ömrünüzün yarmi inqilobning oldida o'tibdi. 1925-yildan burunla allburun cho'p-cho'ng odam bo'lgan ekansiz. Shu aslimalaringizga qaraganda 1925-yildan burunqi turmush hozirqidan yaxshimi yoki nacharmi? Agar tanlash mumkin bo'lsa, siz qaysi vaqtda yashashni tanlaydingiz? Bovay dart o'ynayotganlarga qarab o'yga cho'kib o'tirib ketdi. U pivisini asta bir o'tladi. U pivining ta'sirida salmoqlashib qolgandek, hammani sig'dirib ketalaydigan faylasuflar kabi gapini boshladi. Men nemini kutayotganingizni bilaman. Siz mening uzoq qolmay, yana yoshirib ketaman deyishimni kutyapsiz. Kishilardan so'rasangiz, ularning ko'pinchisi cho'qim yoshliqqa qaytqusi borligini aytishidi. Yoshliqda albatta sog'lom, kuchlik bo'lasiz. Biroq mening yoshimga kelganda yaxshi bo'lolmaysiz. Putum qattiq og'rib turadi. Kechalari 6-7 qitim segili chiqaman. Shundaqdimi yana bir tarafdan qiyirliqningmi o'ziga tushliq afzal yerlari bor. Yoshlarningidek g'imingiz bo'lmaydi. Ayollar bilan so'rishib yurmaysiz. U bak qaltis ish. 30 yilchi bo'pti. Ayol zotiga yaqin yo'lab baxmabdiman. Ishonsangiz, uning ustiga o'zimmi bak xolab ketmayman. Winston orqasini darizaga qilib o'tirib ketdi. Endi davomlashtirib ahmiyati qolmagan edi. U yana piva akilishga tamshilvidi. Bovay birdinla o'rnidan turib, uyning yon tarafidagi chidg'usiz sesiq hojatxonaga kirib ketdi. Piva uning obdonli ta'sirini ko'rsatgan edi. Winston qo'lidagi quruq istatonga tikilgunicha birer 2 minut o'tirib ketdi. U hatto o'zining qavoqxonning oldiga chiqib qolganini sezmayli qoldi. Winstonning o'yida uzun bo'lganda, ya'ni 20 yildan keyin inqilobdan burunqi turmush hozirqidan yaxshimidi yoki emasmidi degan oddiy, ammo muhim savolga javob tepish mumkin emas bir ishga aylanadi. Halbuki hozirmi buningga javob bergili bo'lmayotdi. Chunki nayt osondagi hayot muisbitlar ichidimi o'tmish bilan hozirni silishtirib oladiganlar chiqmayotdi. Ular xizmatdoshi bilan bo'lgan bir qitimliq jidalni, yo'qab ketgan nasosni qandoq izlaganligini, o'lib ketgani uzun bo'lgan singlisining chiroy ifodasini, 70 yil burunqi ma'lum bir sahardagi havoga o'rlagan istutakni degandek minglagan ahamiyatsiz narsalarni eslayoladi. Halbuki boshqa barliq munosabatlik paketlar ularning xotirasining sirtida edi. Ular cho'miliga o'xshash noyati ushshaq narsalarni ko'ralaydi-yu, cho'ng narsalarni ko'rolmaydi. Xotirlar polashlangan yozma paketlar burmumlab bo'lganda, partiyaning xalq turmushini qanchalik yaxshi qilayotganligi haqidagi davosini qabul qilishga to'g'ri keladi. Chunki bularning undaq emasligini isbotlaydigan hech qanday o'lcham, isbot yo'q edi. Ham buningdan keyinmi bo'lmaydi. Dal shu chaqda uning tafakkuri birdilla to'xtab qoldi. U to'xtab oldiga qaradi. U bir tor ko'cha dedi.
Bu yerdagi uylar orasida chechlang'u joylashgan bir qancha kichik qorong'u do'kon bor edi. Uning kallasining ustida rangi o'chib ketgan 3 dona temir sharcha sangilab turardi. Qarmoqqa ularga ilgari chiroyli hal berilgandek ko'rinadi. U bu yerni to'nigandek qildi. To'g'ri. U dal heliq xotirasini setib olgan axlat do'konining oldida turardi. Bir qo'rqinish uning topinidan kirib beshidan chiqib ketdi. Xotirini setib olishning o'zla yetarlik xatarlik ish edi. U shu chog'da bu atrofga yana hargiz yaqin yo'lamaslikqa qasam qilib atgan edi. U xiyol qo'ynimiga cho'kib ketganda qadamlari uni moshiyaga boshlab akapti. U mana mushundoq o'zini o'limga tutib berdigan yengiltak hayajonlardan saqlanish uchun xotir yozishni boshlagan edi. U soat 21 ga yaqinlashgan bo'lsa-mu, do'konning texcha ochiqligini bayqadi. U ko'chada turgandan do'konning ichida turishni bexatardak his qilib, o'zini ixtiyorsiz do'konga oldi. Agar keyin so'roq qilinib qolsa, saqal tig'i izlab kelgan edim deyalaydi.